Assalomu alaykum akalar ukalar, yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Xo'p, ancha mazza yo'q edi, shamollab qoldik. O'shanga video chiqara olmadim. Men bor uzr so'rayman. Qo'shni davlatdagi akalar ukalar, parvozlar, hammalarga assalomu alaykum akalar. Mani kuni aytdim. Daladagi jo'jalarni bitta-bitta olib kelishni boshladim-da. Video chiqara olmadim chunki shamollab mazam bo'lmay istimalab yotdim, chunki uje zax tushdi-yu, bu yog'iga sovuq boshlandi, havo peripat. O'shanga jo'jalarni olib keldim. Yanvar jo'jalari. Karay urib chiqarilgan jo'jalar, bir tomosha qilinglar, o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa. Bugun mana shu hovlida yurgan hamma jo'jalarni ushadi, mana yaponkalarni ko'ringlar. Mana yaponkalar o'zidan o'zi ko'payib, bular tuxum bosib, ochib, mana shunaqa ko'paydi. Endi orasida bitta mammi bor, bu yetim qo'zi, buni hech kim qo'shmayapti. Hech kim qo'shish xohlamayapti, urushib ketyapti bu bilan. Shunga buni o'zini ajdelni qilib ajratib qo'ydim. Telariga mamna qilib narsalar solib qo'ydim-da. Ano gazolli gilam bo'ladi, shunaqa solib qo'ydim. Mana bu yanvar jo'jasi, bir ko'ringlarchi, baho beringlar shunga. Mana jonivor. Karay urilganda bu. Yanvar jo'jasi. Ko'ngildan to'q qilib bemalol sezonga toblab o'ynasanglar bo'ladi bemalol. Yaxshi narsani bolalar, xudo xolasa, uyaltiradigan narsa emas. Ko'ringlar akalar. Bular narxi o'zi buni 500 dan 600 dan sotganlarimiz ham bo'ldi. Endi men o'zimizning xaridor shu parvozlarga unaqa ko'p pul aytmayman. Bularni bo'lari 400 da, $400 bo'lari. Atak men 450 500 qilib turib, keyin 400 qilib beraman desam ham bo'lardi. Endi ochiq o'yin qilish yaxshi ko'raman. Bo'lish $400 da buni. So'mga o'zingizlar chaqib olasizlar. Bulardan 3 ta kelgan. Mana yana bittasi, endi bu hali o'syapti bu jo'ja. Bu juda katta jo'jalar ekan. Bu yirik bo'ladi bu. 5 kilodan baland bo'ladi. Mana ko'ringlar. Bola jo'ja hali bular yanvar jo'jalari. Bular hali ancha katta bo'ladi bular. Bu ham katta jo'ja, mana tanalari uzun, bo'ylari baland. Ma'qul kelsa telefon nomerimni qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Faqat iltimos ertalab telefon qilmanglar, chunki men ertalab hozir 2 mahal kapelni tuzaman-da, ertalab kechqurun uxlayotgan bo'laman. Javob bera olmay qolmayman ko'pchilikning telefon anaqasiga, zvonokiga. Bu ikkinchi, mana ikkinchisi bu. Bu uchinchisi ham bor. Buni men qamab qo'ydim, pastda turadi. Qayerda u? Mana u. Mana uchinchisi. Bu ham yanvar jo'jasi mana. Ko'ringlar. Bardovoy. Kalta yuruvlari joyida o'zimiz uchun ko'rib olganmiz. Bularni hammasini bekor chiqib olganman. Videoga olmagan 5 minut ko'rib olganmiz. Bularni otalari yaxshi katta do'g'rida yurgan xo'roz bolalarida. Ona taraf ham, ota taraf ham kuchli qollardan. Bir xilla aytibdi, meni kuni aytdim-ku, har bir odamga urishtirib beraversam xo'roz dabdalasi chiqib ketadi. Sen bittasi yozibdi, so'kib yozibdi. Urishganini ko'rmasam qanaqa qilib olaman deb. Imkoninglar bo'lsa mana kelinglar. Mana shu yanvar jo'jasini 4,5 kilodan 5 kilogacha, 4 kilodan 5 kilogacha bo'lgan jo'jalarni olib kelinglar. Men luboy mana shu 3 ta jo'jamga qo'yib beraman. Oyog'ini ko'raverasizlar bemalol kalta yuruviga. Misol uchun garantiya beriladi. Qoni toza narsa demoqchiman-da. O'shanga raqamlar noto'g'ri tushunyapti. Ana unda men Samarqandga bir xo'roz sotdik bizni. Samarqandga xo'roz sotildi. Yoshiga kakaras to'lgan, do'rada 2 marta o'ynagan xo'roz. Bolada yuruvdi o'sha narsa. Samarqandlik akamiz, men uni internetga ham chiqarmadim. Telefon qildilar, yaxshi xo'roz bormi? Bor. Nech pul deyapsiz? Palon so'm deyapman. Okaga chiqarib yuborilyapti.
oradan vaqt o'tyapti, menga telefon qilyaptilar. Aka, assalomu alaykum deb. Va alaykum assalom. Ha, aka, nima xizmat? Menga xo'roz sotuvdingiz dedilar. Men уже eslolmayman-da, kimga nima sotganman, kimga qanaqa xo'roz sotganman eslolmayman-da men. Xullas, haliga bergan xo'rozingiz zo'r chiqdi, gap yo'q deb aytibdilar-da. Endi men keyin tanidim-da, oxirida tanidim. Eslatdilar menga, keyin tanidim. Ungacha tanimadim. Kimga nima sotganimni даже bilmay ham qoldim. Xullas, o'sha sotgan xo'rozingiz yaxshi chiqdi deb aytibdilar-da. Yaxshi. Endi men akalar, bizda lavz degan narsa bor. Men chestimni $100, $200, $500 ga sotadigan odam emasman. Bizda chest degan narsa bor, g'urur. Erkaklik g'ururi degan narsa bor. O'sha narsani men hech narsaga almashtirmayman. Pul-mul unaqa narsa rol o'ynamaydi bizda. Chestimiz bebaho turadi. Xullas, men aytayapman-ku, mana akalar, ko'ngillarni to'q qilib, jo'jani olinglar. Tobiga keltirib, boqib, o'ynanglar deb aytilyaptimi? Sizlarga yaxshi narsa deyilyaptimi? Значит, yaxshi narsa, men yomon narsa chiqarmayman, yomon narsa ushlamayman men katagimda. Harakat qilaman, yaxshi qonlarni chiqarishga harakat qilaman. Yaxshi tovuq, yaxshi xo'rozlarni chiqarishga harakat qilaman men. O'shanga kimdirlar ishonadi, kimdirlar ishonmaydi. Ko'plar aldanyapti-da shu narsada. Ko'plar aldanib qolyapti, ko'plar aldab sotyapti-da. O'shalarning kasriga bizga ham shunaqa narsa kelib tushadi-da. Aldab sotyapti deb o'ylashadi bizani ham. Lekin bizda yolg'on yo'q. Alhamdulillah, o'zimiz uchun to'g'rimiz. Yolg'on narsa sotib bolalarimga non yediraman, baribir pulni ishlataman-ku. Harom narsa yedirmayman bolalarimga. Keyin e'tibor beringlar, chelaklar hammasi teskarimoqchi turibdi. Kunduz kuni suv beriladi, kech payt to'kib tashladi. Okalar zax tushdi, uje ehtiyot bo'laveringlar. Uje xo'roz to'g'lar shamollaydi. Mana hovlimda hech narsa qolmadi, hammasini qamab tashladim. Ko'p jo'jalarim naryoqda, mana shu uyim orqasida anaqa bor, kladovka degan joy bor. O'sha nima? Og'ilxonami, yo'q og'ilmas. Xullas, anaqa joy bor, o'sha qishki joyim bor, o'sha qitqib tashladim hamma jo'jalarni. Shiramni qizini bugun bitta akamizga chiqarib yubordim. Vodiyga undan oldin o'g'lini oluvdilar, qizini ham chiqarib bering dedilar, bugun chiqarib yubordi. Xudo xolasa eson-omon yetib borsin manziliga. Xullas, shunaqa gaplar, akalar. Xo'rozni kasal qilishdan oldin uni oldini olgan ma'qulroqda. Kim kasal qilib qo'ygandan keyin uni lechit qilib, uni davolab, ukol urib, antibiotik urib, xo'rozni quvvatini tushirib yuborib qiyin. O'shaning uchun hozirdan oldini olib qo'yinglar, suv qolib ketmasin oldida. Men kunduz kuni bor 20 minut hozirgi havoda yarim soat turadi chelaklarim. Xo'rozlarni oldida ichib to'yib olgandan keyin bo'ldi, olib to'kib tashlayman. Suv qoldirmayman. Yonida armatura onasi bilan birga, mana shu onasi bo'ladi, armatura onasi. Endi katta joy yo'qligidan qo'yib qo'ydim yoniga. Armatura onasi mana shu. Keyin bir akamiz borlar. Musofirdalar, mana shu tovuqni oldilar. Mana shu tovuqni baraka qilib qo'yganmiz, xudo xolasa bir akamga. Samarqandlik bir akam borlar, o'shanga. Shu akamga baraka qilib qo'ydi bu tovuqni, xudo xolasa. Bolani girakash beradi dedim. Ko'plar mensimadim mana shu tovuqni. Mensima, lekin bolalari juda qattiq chiqqan buni. Bolani xuddi mana shunaqa bardovoy beradi bu ham. Bolani bardovoy, qizil bardovoy beradi mana shu tovuq. Girakash, tanakash beradigan mana shu tovuq bo'ladi. Ko'plar buni mensimadi. Mana tovuq. Kakras 3 yoshda hozir bu. 3 tunlik. Chirog'i o'chig'ida yoqib qo'ydim. Uyqusirab yotibdi hali bular. Xullas, shunaqa gaplar. Akalar, mana shu xo'rozlar hammasi bo'lar narxi $400. Undan kamiga bera olmayman. Chunki sherigim ham bor. Shu Dilshod degan bola bor. Bo'lishamiz deb pulni nima qilamiz? To'g'risini aytgan yaxshi-da. To'g'risini aytgan yaxshi. Yanvar jo'jalari bular, akalar. Ko'ringlar mana. Birinchisi bu.
Bu birinchisi bu. Mana bu 2. Mana bunisi 3. Mana bunisi 3. Hammasi zo'r. Bu yerda pachog'i, bir balog'i yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi zo'r xorozlar. Buni katta do'raga olib chiqib bemalol mosiga o'ynaverasizlar, tobiga olib kelib. Endi bular bola jo'ja hali unaqa pishib urishmadi-da bular. Bular ajratib qo'yilganining sababi bular urushib ketyapti, uje bir-biri bilan cho'qishib, uje xoroz bo'ldi-da, bular qichqirib, chaqirib qichqirib yordi, urushib ketyapti bir-biri bilan, o'shanga ajratib tashaldi. Kimga qanaqa xoroz kerak bo'lsa, tayyorigacha bor bizda. Shu toblangan agar turgan bo'lsin, sotilib ketmagan bo'lsa, bu yerda mana bu martning oxirida chiqqan jo'ja ham bor mana. Hali kichkina bola jo'ja bu. Lekin chaqirib yordi-da, bu xoroz bo'lib uje xoroz bo'lib chaqirib yordi. Buni zarari yo'q. Kimdirlar savol beryapti, xoroz bo'lib chaqirib yorsa, qichqirib yorsa nima bo'ladi deb. Hech narsa bo'lmaydi, hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. O'sadigan xoroz o'saveradi, katta bo'ladigani bo'laveradi. Uni qichqirib yorishini hech qanaqa aloqa joyi yo'q. Mana bu yerda ishkal bo'lyapti, nimagadir to'polon bo'lyapti. Nima to'polon bo'lyapti bu yerda? Oy, o'laman. Ishkal bo'lyapti bu yerda, nimanidir talashyapti bular. Xullas shunaqa gaplar aka-ukalar. Ovqat idishini har doim og'zini yopib yurishga harakat qilaylik, chunki har xilani kemiruvchilar kirib qolib, dondan yeb zaharlab qo'yishi mumkin. O'shanga og'zini mahkam qilib yopib yuringlar. Xullas shunaqa gaplar aka-ukalar. Keyin bir xil so'rayapti, xoroz toblashni bilasizmi deb. Men xoroz toblashni bilmayman. Men endi o'zimcha toblayman, o'zim bilganimcha. Xoroz 40 kun, 30 kunda yetiladi, yaxshilab toblasanglar. Har kun toblash kerak xorozni. O'shanda yaxshi bo'ladi. Uni tobgarlar bor, o'zi xoroz toblaydigan, asobi xoroz toblaydiganlar bor. O'shalarga bersanglar yaxshilab toblab beradi. Endi kimdir boqishni bilsa, undan ham yaxshi. Mana jo'ja ko'rinish. Yanvar jo'jasi-da shu. Yanvar jo'jasi bu. Shu anaqa kimdirda qanaqadir savollar bo'lsa, kasalliklar to'g'risida murojaat qilishinglar mumkin. Endi men qo'limdan kelganicha yordam berishga harakat qilaman. Shu parashok, ana farmazin degan parashok bor ekan-ku, ko'plar shundan foydalanyapti ekan. Farmazinning foydasi qolmadi uje. Farmazindan kuchli dorilar chiqib ketgan hozir. Ultraseptol bor, Daksin bor, Maklaran bor, shamollashiga-da. Mushugim yurtdi mana bu yerda. Ke bu yoqqa. Ke. 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 Xullas shunaqa yaxshi parashoklar bor. O'shanga yaxshi parashoklardan foydalaninglar. Ana farmazinlar bo'lmaydi. Ko'pchilik yozyapti, farmazinning foydasi bo'lmayapti deb. Farmazinlar ancha orqada qolib ketdi-da o'zi. Hozir dorilarning yangi turlari chiqib ketgan, yaxshi effekt, yaxshi foyda beradigan yaxshi dorilar chiqib ketgan. Meni aytadigan gapim har doim shu. Xorozni kasal qilishdan oldin uni oldini olib qo'yinglar. Bir xil dalaga qo'yib yuboradi. Suv kechib, shamollab, to'shiga suv yig'iladi, oyoq xado bo'ladi, shamollab burnidan suv kelib, xoroz qiynalib ketib qoladi. O'shaning uchun uje qamash kerak, uje sovutishda katiga qamab, bu yog'iga yaxshi ovqatlardan berib parvarish qilaverasizlar. Karom, sabzi, qizil sabzi, lo'liga, chesnok, piyoz,
ko'katlardan to'g'rab aralashtirib beraveringlar. Foydaga ishlasa ishlaydi, zararga ishlamaydi. Keyin suvga обязательно vitamin qo'shib beringlar. Men borolmayapman anaqaga, chunki endi o'zim oyoqqa turdim. Shamollab anaqaga vetaptekaga borolmayapman. Borsam o'shdan bitta video obzor qilib tashlayman xudo xolasa. Vetapteka borsam xudo xolasa o'sha yerdan dorilar, qaysi dori nimaga hammasini tashlayman. Hozir ana dorilar ham chiqib ketgan. Qimmatroq ekan, to'g'risi, tullovini yetkazib beradigan, tezroq keltirib beradigan. 3 marta ukol qilasizlar, tullovi yetilib ketadi. Tezroq chiqadi tepat. Shunaqa dorilar chiqib ketgan aka-ukalar. Xullas shunaqa gaplar. Men nomerlarimni yozib qoldiraman. Kimga mana shu xo'roz qiziq bo'lsa, igroklar bo'lsa, oranglarda xo'roz olib chiqib yaxshi puldan o'ynayman degan akalarga shu xo'rozlarni ko'rsatib o'tdim. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar gaplashib olamiz. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha aka-ukalar.